Unit 4da o'rgangan narsalarimizni challenge 4-chi challenge 4ni bajarish davomida Unit 4-da o'rgangan narsalarimizni nima deydi, testlab olamiz. Demak, men bu havolani descriptionda berib ketaman. Challenge 3da Socker scripting loyihasini amalga oshirish kerak bo'ladi. Ba'zi buglarni fix qilish kerak. Demak, mana bu challenge 4 degan started faylni, package faylni download qilib olamiz. Faqat download qilishdan oldin tekshirib olishingiz kerak, siz qaysi editorni ishlatyapsiz. Men Unity 6. Shuning uchun menda versiya Unity 6 turibdi. Agar sizda boshqa versiya bo'lsa, avval o'sha o'zingiz versiyangizni belgilab olib, ana undan keyin davom etishingiz kerak bo'ladi. Aks holda o'sha packagelar bilan bog'liq pin color issuega duch kelasiz. Xo'p, demak challenge 4 da qiladigan ishimiz quyidagilardan iborat bo'ladi. Change, continue. Challenge 4 ni download qilganimizdan keyin yangi project yaratamiz. New project, Universal 3D, Challenge 4. Create project. Loyihamizni ochib oldik. Endi download qilib olgan package faylimizni project windowga assetga tashlab olamiz. Challenge 4 all import. Bizlar uchun challenge 4 ni bajarish uchun zarur bo'lgan barcha packagelar projectga kelib tushdi. U yerdan course library'ni ochamiz. Source files. Hozir qayerda ekan? Yo'q, topolmayapman. Xo'sh, tutorials info ga kiramiz. Bu yerda ham yo'q. Settings da yo'q. Scenes. Challenge 4 ni ochamiz. Instruction ni ochamiz. Mana bu yerda video keltirilgan. Ya'ni bu videoda mana shu challenge 4 ni natijaviy qismi qanaqa bo'lishi tushuntirilgan. Demak, player game obyekti bor. Player game obyekti mana bu boshqa ko'p to'klarga urilganda o'sha qarama qarshi vektor yo'nalishida harakatlanish kerak bo'ladi. Boshqa ko'p to'la enemylar va player game obyekti mana bu power uplarni olish kerak. Mana bular bilan urilganda ular player urgan tomon bo'ylab harakatlanishi kerak. Lekin ayni paytda loyiha unaqa holatda emas. Ya'ni boya aytdim, bir qancha buglardan iborat. Challenge 4 ni ochib play qilib ko'radigan bo'lsak, u yerda player game obyekti bor, lekin ko'ryapmiz harakatlanmayapti. Mana bu boshqa ko'p to'chalar. Demak, bu ko'p to'chalar playerga qarab harakatlanishi kerak. Bu power uplarni olishimiz kerak. Va mana bu enemylar playerga tomon harakatlanishi kerak va ularni urganimizda mana ko'ryapmiz, player uchib ketyapti. Vaholanki player emas, mana bu ko'p to'kcha uchib ketishi kerak. Yo'nalishlar ham umuman telba teskari yo'nalishlarni, vektorlarni to'g'irlashimiz kerak bo'ladi. Agar kim mana shu loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirsa, xuddi o'sha videodagi kabi
instruction mana shu videodagi kabi amalga oshiradigan bo'lsa, demak bundan xulosa qilsak bo'ladi, unit 4-unit to'g'ri amalga oshirilgan, ya'ni to'g'ri ishlangan. Yana qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, mana bu yerda hintlar berilgan. Demak, havolani boya aytdim, descriptionda olasizlar. Mana shu hint bo'yicha barcha buglarni fix qilib ketish kerak. Bu yerda ba'zi buglarni fix qilishda ko'rsatmalar berilgan. Ularni o'zbek tiliga tarjima qilib yoki ingliz tilini bilsanglar, shuni o'zini o'qib mana shu challenge to'rni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Buni men ko'rsatib bermayman, har kim o'zi mustaqil bajarish kerak. Darslarni kuzatishda davom etinglar.